Man Madina Junaydullayevna intim gimnastika, integrativ ginekologiya, ayollarni sog'lomlashtirish, tug'ruqdan keyingi tiklanish, oilaviy munosabatlarni mustahkamlash bo'yicha coach trener hisoblanaman. Shu kungacha 3000 dan ziyod ayollarimizni tabiiy yo'l bilan sog'lom bo'lishlariga yordam berib kelyapman. O'zimni onlayn va offlayn platformadagi kurslarimga, darsliklarimga egaman. Agar sizda toza osti mushaklaringizda zaiflashishlar, tushishlar, kengayishlar, tug'ruqdan keyingi peshob ishlab tura olmaslik yoki yillar o'tib peshob ishlab tura olmaslik muammosi bo'layotgan bo'lsa, qabziyat, gemoroy, osilgan qorinlar, beldagi yog'lar, gormonal sikllarning buzilib ketishi, hayz davridagi og'riqlar, matka opusheniya birinchi, ikkinchi darajalisi, varikozlar, hayz davridagi og'riqlar, libidoni yo'qligi, orgazmni umuman sezmaslik, yaqinlik davridagi sezuvchanlikning pasayishi va yana yaqinlik paytidagi har xil ovozlarni chiqishi, hidli ajralmalar. Shu narsalar bezovta qilayotgan bo'lsa, sizlarni o'zimni onlayn va offlayn intim gimnastika kurslarimga taklif qilaman. Kurslarim haqidagi ma'lumotni pastdagi silkadan olsanglar bo'ladi. Ayollarimizda nimaga toza osti sohasida kengliklar, tushishlar, zaiflashishlar, har xil hidli ajralmalar paydo bo'ladi? Bu bizda tug'ruqdan kelgan yoki yillar o'tib toza osti sohamizdagi mushaklarni bo'shashib ketishidan paydo bo'ladi. Biza yillar o'tib, misol uchun ko'p martalik tug'ruq yoki tug'ruqlarning sonini yaqinligi, ko'pligi, ko'p ovqat yeyish, ko'p o'tirib ishlash va yana yugurish, sakrash, og'ir ko'tarish, ovqatlanish ratsionlarimizga e'tibor bermasdan qabziyat, ich qotishlariga duchor bo'lishimiz, bu bizani katta hojatga kirganimizda kuchanishlar sababli prolapslar, ya'ni tushishlar, kengayishlar kelib chiqadi. Endi buni qanaqa qilib bartaraf qilib yoki oldini olsak bo'ladi? Albatta, men o'zimning kurslarimda tabiiy yo'l bilan intim gimnastika, trenajyor bilan, ya'ni chuqur mushaklar bilan ishlaganimiz hisobiga hozir sanab o'tgan muammolarimni, kasalliklarimni hammasini tabiiy yo'l bilan bartaraf qilinadi. Kompleks mashqlar beraman, chuqur mushaklar bilan ishlaysizlar va bir umrga tabiiy yo'l bilan toza osti sohasidagi qon aylanishini, kislorod yaxshi yetib borishini, o'sha kengayishlar, tushishlar, qorayishlar, osilishlarni, sikllardagi o'zgarishlarni, hayz davridagi og'riqlarni, gemoroyni, ich qotishini, beldagi yog'larni, osilgan qorinlarni, o'zingizga bo'lgan ishonchi yo'qligini, libidoni ko'tarish, orgazmlar olish, yaqinlik paytida har xil paq-puq ovozlarni chiqishini yo'qotishi eng samarali yo'li meni kurslarimga qatnashib, tabiiy yo'l bilan natijaga chiqsangiz bo'ladi. Endi qarang, siz intim gimnastika orqali tabiiy yo'l bilan ham sog'lig'ingizni tiklaysiz, ham oilaviy munosabatlaringizni tiklaysiz. Misol uchun, sizning sog'lig'ingizda muammolar bo'lsa, tug'ruqdan keyin osilgan qorinlar, osilgan ko'kraklar, beldagi yog'lar, qabziyat, gemoroylar sizni qiynaydi va yaqinlikka xohishingiz ham tushib ketadi. Yaqinlik paytida hech qanaqa sezuvchanlik bo'lmaydi, orgazm olmaysiz, partnyoringiz birchi deydi, ikkichi deydi, siz yolg'ondan orgazmlar olasiz, lekin bu yechim emas. Buni tabiiy yo'li intim gimnastika hisoblanadi. Shu intim gimnastika bilan shug'ullanib, peshob ishlab tura olmaslikni butunlay yo'qotasiz. Orgazmlarni zo'r olasiz, libidolaringiz ko'tariladi, o'zingizga ishonchingiz ortadi, somatsangiz yuqori bo'ladi, energiyaga to'la magnit ayolga aylanasiz. Faqat sog'lom emas, yana sevimli ayol bo'lish ham sizni o'zingizning qo'lingizda.